Bir ona farzandidan so'rabdi-da, bolam, Alloh taolo behosmani ko'r qilib qo'ysa, nogahon, sen qanday yo'l tutarding, nima qilarding bolam degan ekan. Shunda farzand o'ylabmasdan turib shunday javob qildi: onajon, doim yoningizda bo'laman. Har qanday holatda ham men sizni qo'yib yubormayman. Siz bilan birga bo'laman doim onajon degan ekan. Ona aytibdi: yashang bolam, tashakkur. Sizdek bolam borligidan faxrlanaman. Alloh rozi bo'lsin. Shunda farzand ham qiziqibdi-da, onasidan so'radi: onajon, meni ham ko'r bo'lib qolsam nima qilardingiz? Siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz? Siz ham meni doim ushlab yurarmidingiz? Qo'yib olmasmidingiz onajon meni ham deganda, ona aytgan ekanda: bolam, siz agar shunday bo'lsangiz, men sizga shu ikki ko'zimni bergan bo'lardim.